Assalom kichik do'stlar, harflar tartibi bo'yicha sanaganda 5-o'rinda turadigan Re oilasi sizni kutib turib etibdi. Undaqda boshlandik. Yolg'iz Re. Ulanma Re. Ravabimning tarisini cho'qib oldi to'michoq. Ravab bilan bir qo'ysam, ravab bo'ldi to'tpuchoq. Shir kirpiga etildi, kirpishirg'i sanchildi. Re harfining boshqa harflarga qanday qo'shildiganligiga qarab boqaylik. Re'ga ani qo'shsa ra bo'ladi. Re a ra. Re'ga ani qo'shsa ra bo'ladi. Re a ra. A Re ar. Te a ta re tar. Aga ran qo'shsak ara bo'ladi. A re ara ara. Aga narni qo'shsak anar bo'ladi. A ne anare nar anar. Bürkütning rasm sizishi. Bürkütning rasm kursiga qatnashayotganiga xeyri kunlar bo'lgan ekan. U rasm sizishni bakda yaxshi ko'rdi ekan. U dars oraliqida raketa, ravab qatorliqlarning rasmini sizib bo'lgandan keyin yana nima sizishni zotida bilamaydi. Bir kuni o'rmonlikqa berib sizgan obit topolmay xiyol surib o'tirsa, o'rmon ichidan bir sher chiqib kelib, bir Qur'on tosh ustiga chiqib qoldi. Fursatni g'animat bilgan Burkut darhol sherning uxlab yotgan qiyofatini sizishga boshladi. Rasmni sizib bo'lay deganda havo shaharda o'ltirib sayr qilayotgan ikki o'quvchi bu yerdan o'tib qoldi. Ular Burkutning rasm siza oladiganligiga hayron qilib, uning rasm sizishini aniqroq ko'rish uchun paslagan ekan. Sher o'yg'inib ketibdi-da, g'alati havo shaharini ko'rib badar qechibdi. Burkut rasmni bitiramaganiga afsuslanib, "Sher aka, to'xta. Men taqi rasmni sizib qolmadim" deb Sherning kaynidan qoldi. Sher havo shaharidan bakli qo'qib ketganlikdan udulidagi yo'g'on bir daraxtga jong'ida usib yiqilib, tishlarimi sunib ketdi. Shundan keyin Sher hargiz sirtda uxlab qolmaydigan bo'ldi. Burkut bo'lsa, ta hozirgacha chal rasmni bitirib olish uchun heliqi Qur'on toshning yanida Sher qachon kelib tosh ustida uxlaydi ekan deb uni saqlab, qalamini siyog'ichilab, emakini yo'lib o'tirmiş.